Nima qilyapsan? Qo'lingni ol, tarbiyasiz. O'zingni bosib ol. Gap shundaki, joriy yilning 5-fevral sanasida 69-yo'nalishdagi avtobusda 28 yoshli yigit o'ziga notanish bo'lgan avtobusda ketayotgan qizga shilqimlik qilib, tegajog'lik qilgan. Sud surishtiruv organi tomonidan huquqbuzarning shaxsoniy shilqimlik qilishda ifodalangan harakati O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-1 moddasi 1-qismi bilan to'g'ri malakalangan deb hisobladi. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tuman sudida sud ishi ko'rib chiqildi. Aybdor F.I. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-1 moddasi, ya'ni shaxsoniy shilqimlik qilish 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topdi va unga shu modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Siz bilan yoki biror tanishingiz bilan shu holat ro'y berganmi? Endi bunday vaziyatlarda qanday harakat qilish kerakligini bilasizmi? Birinchidan, shovqin soling yoki imo ishoralardan foydalaning. Kuchingiz yetsa, uni qo'llarini to'xtatib, odamlar e'tiborini jalb eting. Agarda siz bu shaxsga nisbatan baland ovozda tegajog'lik qilayotganligini aytsangiz, u uzoqlashadi. Chunki bunday shaxslar aslida qo'rqoq bo'lishadi.